Assalomu alaykum, yaxshimisizlar azizlar? Mana shu umra ko'ylagimni hali birinchisini tikishim, yaxshi niyatlar bilan chamadon yopib qo'ymoqchiman. Bir oycha bo'ldi-da, bir kesib qo'ydim, tikib qo'yaman, hech bitmayapti. Bilmadim nima uchunligini. Boshqa ishlarga ham urinib ketyapman, lekin burikchasi tayyor bo'ldi. Uch bo'lsa bilan chiroyli qoladi. Etagi adashib ketmaydi. Mana shunday qilib qistirib qo'yaman, adashib ketmasin deb. Xo'sh, yengi tayyor. Ikkita yengi tayyor. Nasib etsa, Xudo xolasa, sizlarning duolaringiz bilan shu bitta ko'ylakni bitkazib olsam, keyin uyog'i ketadi. Qalinroq bo'lsin deb o'zidan qildim. Yenglarini uzun qildim, burukchalarni ham uzun qildim, o'zini ham uzun qildim, bo'yinlarini yopiq. Shu Ka'baga kirishga qulay bo'lishi uchun kesib taxlab tikyapman. Duo qilib tursalarsiz azizlarim, kuzatuvchilarim. Shuni eson-omonlik bitirib olsam, keyin uyog'i ketadi. 2-3 keyin boshqa ranglaridan tikib olaman. Rahmat sizga, sog' bo'linglar.